2.750.000 dan 5,5 million so'mga. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna tugmachasini ham bosib qo'yasiz. Xudoga qarang, kelin-kuyovlar, yosh oila bo'g'ozligida Qirg'izistondan o'tilgan ekan dedi. Qo'yda qarang, holati ideal. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, bitadan otangga rahmat deb qo'yasizlar. Bu Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abror Arzonchi kanalini ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boradigan akalar, ukalar va tasodifiy ravishda kuzatayotganlar. Xudo xolasa, tasodifan kuzatayotganlar bitadan like bosib turib, obuna tugmachasini ham bosib qo'ying. Shunaqa zo'r qo'ylardan ko'rsatishda davom etaveramiz. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bizning manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani. O'sha mashhur arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Sariq qishlog'iga kelganmiz. Xudo xolasa, Sardorbek akamiz qo'ralardamiz. Xudo xolasa, qo'ylarda zo'ridan, haqiqatdan velikanlardan olib kelingan. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, tanish birodarlarga ham jo'natib qo'yasiz. Inshaalloh obuna tugmachasini ham bosib qo'ying. Abror Arzonchida har doim arzon bo'ladi. Qo'ylarda holatlari zo'r, ideal holatda. 7 ishda salomatliklari vahshiy a'lo darajada ekan. So'ramasangiz ham bo'laveradi deyapti. Biroz uyalganligi uchun o'zi chiqmayapti. Xudo xolasa mana shu bola biroz gapirishga uyalaman deyapti-yu, lekin biz o'zimizga narxini aytib berdi. Haqiqatdan talashib tortishib juda ham arzon narxga kelishdik. Abror Arzonchida eslatib o'tganimizdek, haqiqatdan arzon bo'ladi. Qo'ylarda holatlarni ko'rib turibdi. Birorta solib dumbasi yo'q. Hammasi chiroyli. Mana bularni qarang, haqiqatdan mashalloh deb qo'ying aka kommentariyada. Mana shu bolaga ham bitta otangga rahmat deb qo'yaverasiz. Xudo xolasa zo'rlardan kelgan. Tanish birodarlarga ham jo'natib qo'ying. Agar siz olmasangiz kimgadir manfaatli bo'laveradi. Xo'p, buni yosh oyliklarni oldi ekitishga chiqqan ekan. Mana shu sariqlar ekitishga chiqibdi, yoribdi. Mashalloh, yemni qancha bersangiz ko'taradigan davrga kelib qolibdi bu qo'ylar. Yana boqaman desangiz bo'laveradi. Mabodo bitta yarimta ehsoni borlarga ham chiqazib beraverasizmi desam, albatta, yo donalab ham sotaveraman deyapti. Qoyil, uncha-munchasiga emas. Qarang bularni, haqiqatdan birortasini bunday so'ysa bo'lmaydigan, badani og'riq ekan deydigani yo'q ekan. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, bitadan otangga rahmat deb qo'yasizlar. Bu bola o'zi boqmagan, lekin olib kelgan. Boqqanga bitta rahmat ayting, choponga ham bitta rahmat aytib qo'ying. Shunaqa bo'lishi ham oson bo'lmayapti, to'g'risi. Bo'yvaslari 85 gacha chiqdi, o'lchadik. 80 plus-minusga berilaveradi. Mana shu qo'ylar 85 ta urdi mana. Qarang, mashlar 85 ta urdi. Kilaga ham menimcha 70 dan oshib kelsa kerak deb o'ylayapman. O'zlarini tortganmisiz desam, bitta yarimtasini tortdim, 69 kilodan oshib keldi dedi-yu, lekin balki shunidir, balki chinasidir. Hop. Mana juntunlari olinib, tayyor ukol vaksinalari qilib qo'yilgan ekan, holatlari ideal variant ekan. Qarang qo'ylarni. Quloqlari ham, oldilari ham yaxshi, birorta burni oqqan yoki ko'zi og'rigan haligisi yo'q ekan. Haqiqatdan juda chiroyli vajagan. Oyoq-oyoqlari ham e'tibor bering, birorta og'rigan, oqsagan, netgani yo'q ekan. Xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Narxi ham o'ta bomba qilib berdilar. Bitta oldindan aytib qo'yamiz, vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqandgacha bepul bo'lar ekan. Haqiqatdan zo'rlardan ekan. Narxi o'ta qulay ekan. 5,5 million so'm qo'ysa kerak deb o'ylasam, yo'q aka, 5,5 million so'm qimmatlik ketadi dedi. Bo'pti, aytingchi desam 5 million 300 ming so'mdan dedi. Yana 100 ming so'mdan tushirdik. 5 million 200 ming so'mdan shu 8 donasini bir joyga olganga inshaalloh vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqandgacha bepul yetkazib beraman dedi. Qoyil maqom, haqiqatdan foyda qiladimi deb so'rasam, ozroq foyda qiladi aka, kam-kam xo'ra, hamisha xo'ra dedi. Bitta rahmat aytib turib, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Sardorbek, mana shu qo'ylaringni hammasini bir joyga olaman. Ozgina xayr bormi desa, albatta xayr bo'ladi. Chunki buni ham usta kesgan-da, o'zi kesmaganmi, o'zini o'zi kesmaydi. Xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab bitadan otangga rahmat aytib qo'yasiz. Keyin bundan keyingi partiyalarimizga ham xudo xolasa yaxshilar bor ekan. Bizdan yiroqlashmay turing, keyingi partiyalarda ko'rishamiz. Siz dam olish kunlaring maroqli o'tyapti degan umiddaman. Mana bundaqa chiroyli qo'ylarni ham ko'rib, havas qilib, bitadan like bosib, olmasangiz ham otangga rahmat deb qo'yasiz degan umiddaman. Narxlari ham o'ta qulay bo'ladi. Xo'p, bularning soni 8 dona, 7 ishda salomatligi zo'r. 8 dona emas, 10 dona ekan. 2 dona sog'lig'i bor, 8 ta qo'chqori bor. Hammasi sog'lom, zo'r narsalar. Chiroyli narsalar akalar. Xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana bular qarang, mashalloh, juda chiroyli, ha. Hammamizga mahallaqalardan bu 10 ta bo'ladigan bo'lsa, 1000 talab boqish nasib qilaversin. Mana bular qarang, o'zi qo'y bo'lib qolgan, qo'chqor bo'lib qolgan. 2 dona sarig'i sog'liq, qolganlari qo'chqor variantlardan. Xudo xolasa, bular yosh oyliklari taxminan 2-3 oylik atrofida, yerdan balandliklari 60 atrofida. 7 ishda sog'liq salomatligi zo'r. Mana bular 65 chiqadi xotirjam, xudo xolasa 60 ga beraylik. Xudo imkon qadar kelib ko'rib olaman deganlarga ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring.
Telegram, WhatsApplardan lokatsiyalar tashlab beriladi. Xudo xolasa kelib ko'rib olganga yetmaydi baribir. Telefon qiling, inshaalloh ishlaringizni bitirib beramiz. Hop, yedi ishda sog'lik salomatligi bir hafta emas, 10 kun sinab olasizlar. Qo'ylar o'ta sog'lom narsa. Ko'rib turibsiz, holatlari ideal ham qarang. Haqiqatan qo'chqorlarni zo'rlaridan kelgan. Like bos, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Hop, vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Qolgan viloyatlarga ham yetkazib berish xizmatimiz bor, lekin ozgina yo'l kirasiga yordam qilib berasizlar. Xudo xolasa, qo'ylarimiz ham yaxshi, holatlari zo'r. Juda chiroyli bas. Qarang. Narxini ham boshida aytib qo'ygalim, aniga oldi qo'shisi bo'lmasin, 2.800.000 so'mdan hammasini bir joyga olsalaring, bepul dastavkasi bor. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Inshaalloh keyingi partiyalarda ko'rishamiz. Bularni qamab, yangi partiyalarda bundan kattaroqlarini olib chiqamiz. Xudo xolasa qo'ylar arziydi degan umiddaman. Telefon qilishga shoshiling. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Barra qo'zlar katta qo'ylar, mana ko'rib turibsiz. Quloqlari ham yaxshi, uzungina, hammasini quloq boshlari butun. Telefon qilishga shoshilavering, keyingi partiyalarda ko'rsatamiz biz. Abror Arzonchi kanalini muntazam kuzatib boradiganlar bizni biladi, xudo xolasa arzonlardan chiqazaveramiz. Kelamon qarang, mashalloh deb yozib qo'ying. Bolasiga bitta mashalloh deng, oyoqlari qalinligini, o'zini holatlarini, quloqlari uzunligini qarang. Sholpon quloqlaridan ekan u. Qirg'izistonning qo'ylari ikkalasi ham sog'lom, 7 ish sog'lom salomatligi zo'r. Bolasi kamiga qo'chqor. Onasi 3-tug'ishi, 7 ishda sog'lom salomatligi o'ta a'lo darajada. Xudo xolasa bittadan mashalloh deb yozingda va olgan odam yozib qo'ysin. Xudo xolasa juda chiroyli vajagan, havas qilib boqadigan ekan. Qo'chqormi, qo'chqor qolsangiz ham bo'laveradi. Haqiqatan haligi dollarda sotiladigan qo'ylardan qochgan ekanda bu. Onasi sal yosh, haligi bo'yi pastroq, 75 plyusda chiqadi-yu, lekin bolani zo'r bergan. Ota zo'r bo'lsa, bola haqiqatan zo'r chiqargan. Qarang, mashalloh. Oyoqlarni qarang, old tushlarini qarang, juda chiroyli. Xudo xolasa telefon qilgan odamga yetkazib beriladi vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Juda chiroyli bergan ekan, haqiqatan bolani. Men havas qildim. Qaydan topsangiz desam, bu Qirg'izistondan kelgan ekan, aka bitta dehqon olib boqayotgan ekan. Tanish odam edi. Bo'g'ozligida Qirg'izistondan o'tilgan ekan dedi. Qo'yda qarang, holati ideal. Haqiqatan tog'da yurgan qo'ylarga o'xshaydi. Tug'ibdi, mana endi sotishga pul zararlagan, sotishga kelibdi. Xudo xolasa narxi ham o'ta bomba qilib beriladi. Bilasiz, bo'g'oz qo'ydi ham 7 million ustida. Lekin bu 7 million tepasida bitta bolasi bilan. Mashalloh deb yozib ketasiz. Xudo xolasa, qarang, yeb-ichlarni, mana yerdagi to'pollarni ham yeyapti. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, tanish birodarlarga ham jo'natib qo'ying. Xudo xolasa narxi o'ta bomba bo'ladi. O'ta arzon bo'ladi. 7 million so'm emas. Endi 100 ming o'tib bersa hijolat degan 6 million 800 ming so'mga. 7 millionga 200 ming o'tib beradi. 6 million 800 ming so'mga vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib boriladi. Eslatib o'taman, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Arzonchilar, Optimchilar qishlog'i, Saroy qishlog'i. Kanalimiz nomi Abror Arzonchi kanali. Like bosib, podelisa tugmachasini bosib qo'ying. Biz so'nggi partiyamizga navbatni beraveramiz. Betadan mashalloh deb yozib qo'ying, hech bo'lmasa qo'zisiga. Abror Arzonchi kanalida haqiqatan arzon bo'ladi. Mana bularni qarang, kelin-kuyovlar, yosh oila. Mashalloh deb yozib qo'ying. Bularni qarang, gullarni ham olib qo'yishibdi. Yosh oyliklari 5 oylik, 6 oylik ekan. Qarang, o'xshamaydi ham, to'qli bo'lgan bu qo'ylar. Qo'zi ekan hali, yeb ichishi zo'r. Sog'lik salomatligi vobshe a'lo darajada. 10 kun sinab olsa bo'laveradi, deyapti Sardorbek. Xudo xolasa, xotirjam telefon qiling. Quloq boshlari butun. Bitta o'yla qilib boqing, kuziga tug'ib beradi mana shu qo'y, xudo xolasa. Chunki qo'y 6 oylikdan o'tgandan keyin qo'y qochadi-da, qochadi. Mana qo'chqor bilan birga yurib qolsa inshaalloh ko'payib ketadi, o'zidan-o'zi ko'paytirib beradi. Bitta qo'y 10 yilda 1010 ta qo'y bo'ladi deydimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa deb hisoblab chiqishgan ekan, haqiqatan arziydi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Narxini ham bomba qilib beriladi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha ekan, soni 2 donaligi uchun ikkalasini bir joyga olganga 3,5 million so'mdan, 3 million 500 ming so'mdan 7 millionga vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul ukol vaksinalarini ham o'zim qilib beraman deyapti. Xudo xolasa, telefon qilishga shoshiling. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, otangga rahmat Sardorbek. Shunaqalardan olib kelib, arzon-arzon chiqavergan ishlaringga rivoj bersin deb qo'yasiz. Biz keyingi partiyalarda ko'rsatishda davom etamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying. Akalar, so'nggi partiyamizga xudo xolasa zo'rlardan, arashanlardan desa ham bo'lar ekan, ha. Like bosing, lekin arashan demadi. Biz ham bunday demaymiz. Xudo xolasa juda chiroyli qo'zilar. Mana shu narsa. Sara bo'lib qolsa endi arashan bo'ladi degan jet yo'q. Lekin qayerdan kelganligi, qachon kelganligi
Qachon kelganligi aniq, kecha kelgan, lekin qayerdan kelganligi bu Qirg'izistonnigimi yo'qmi bilmaymiz. Biz ham olganmiz dedi. Mashalloh, halol yigit ekan. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Xudo xolasa, otangga rahmat ham deb qo'yasiz bitadan. Narxi ham o'ta qulay bo'ldi, lekin ko'ndira olmadik Toshkentgacha dastavkasiga. Vodiy bo'ylab bepul dastavka qilib beraman dedi. Ammo lekin bitta narsa narxini o'ta qulay qilib berdi. Mashalloh, haqiqatan arziydi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Nomerni yozib turing. Men narxini aytgan uchun nomerni yozib turing. Xudo xolasa, narxi ham o'ta bomba bo'ladi. Boring barakasiga 2 million 700 ming so'mdan 5 million 400 ming so'mga vodiy bo'ylab bepul yetkazib beraman. Ukol vaksinalari bepul. Yeb-ichish sog'lik salomatiga 10 kun garantiyasini beraman dedi. Xudo xolasa, like bosib qo'ying, qo'llab-quvvatlab qo'ying. Haqiqatan mashalloh deb qo'yasiz. Juda arzon bo'ldi. Hop, bizdan yiroqlashmang. Abror Arzonish kanalida har doim arzon bo'ladi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna tugmachasini ham bosib qo'yasiz. Xudo xolasa keyingi partiyalarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.